Assalomu alaykum rahmatulloh. Shayx Muhammad Sodiq akademiyasi va Kalima til dasturi hamkorligida tashkil qilingan yangilangan Hazratim yo'lidan tayyorlov kursiga qabul davom etmoqda. Agarda siz akademiyada tahsil olish niyatida bo'lsangiz, ushbu tayyorlov kursi aynan siz uchun. Tayyorlov kursida o'qish orqali siz arab tilini harflardan boshlab o'rgana olasiz. Akademiyaning katta ustozlari tomonidan tayyorlangan arab tili grammatikasiga oid 25 ta video darslikni qo'lga kiritasiz. Akademiyaning ustozlari tomonidan olib boriladigan haftasiga 3 marotaba jonli Zoom darslariga qatnasha olasiz. Bonus sifatida taqdim qilinadigan mnemonika video darslari orqali yangi so'zlarni yodlash va eslab qolish ko'nikmangizni rivojlantirasiz. Bundan tashqari, akademiya muhitini oldindan his qilish, ustozlaridan dars olish va eng asosiysi akademiyaga imtihonsiz kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Akademiyada tahsil olish niyatida bo'lgan 18-25 yosh oralig'idagi ilmga chanqoq talab ilmlarni Hazratim yo'lidan tayyorlov kursida kutib qolamiz. Hazratim yo'lidan tayyorlov kursi siz uchun mustahkam poydevor va yo'lboshchi bo'lishiga, shu bilan birga talab ilmlar davrasida esda qolarli xotiralarga boy tajriba bo'lishiga ishonamiz. Joylar soni chegaralangan. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va bu orqali akademiyaga imtihonsiz kirish sari qadam tashlang.